Papalam, seni traktorga едет к нам. Cho'cha qizga jun chiqib men oldimga yugurib keldingizmi? Uka bir yana 5-10 yil yashang, hayotda og'ir yengilini ko'ring, keyin gaplashamiz. Xo'p, men ungacha shu yerda bo'laman. Давай, bugun birorta ko'nglimga yoqqan bola bilan telefonda gaplashaman va to'g'ri kelib qolsak, может, sevishamiz. Alo. Assalomu alaykum. Hasan aka, xo'p desiz, kameringizni ochib olsangiz yaxshi bo'lardi. Dildona opa sog'ligingiz yaxshimi? Yaxshi, rahmat. O'zbekistonga keldim men. Siz kimsiz? Kachoq bola. Ha, oyog'imni o'pmoqchi bo'lgan-a? Ha, nima qilmoqchisiz endi? Oyog'imni o'pmoqchimisiz? Andijonga boraymi deb turibman endi. Bu nech pul berasan oyog'imni o'ptiradigan bo'lsam? Konkretni gapir, cho'zilma. Asiyada nech pul beraymi? Bu o'tir ovqatlanamiz. Ovqatlangani kelmoqchimisan yoki? Ovqatlanib, oyog'imni o'pib kelmoqchiman aylanib. Yo, sen bilan ovqatlansam, kamiga oyog'imni o'ptirsam, nech pul berasan? Pulni beraman, lekin u misol mehmon bo'lib boraman-da, boshqa o'zimning joylarim bor, o'sha yerda ovqatlanamiz, bo'ldi, qaytib ketib boraman. Qaytib keturasan? Yo, Eskitdan taniyman-siz, 8 yildan beri. 8 yildan beri menga qo'y, men vaqtim yo'q, bekorchi sen bilan ovqatlanib o'tiradigan. Xo'p, hurmatli oyog'ingizni tutgan borsam bo'ladimi? $500 bersang oyog'imni o'ptiraman. Siz shedr edingiz-ku, nimaga? Shedr yedim, uka, qarz ko'p, nima qilay endi? Qizlaringiz yaxshimi? Katta bo'lishyaptimi? Ha, bo'lyapti. O'zgarmaydigan xotin olishim kerak edi. Nima o'zgarmaymanmi? Siz 10 yildan ham shuni turaverasiz bir xil. Hali qo'g'irchoq turadi-ku. Maket. Shuni turaverasiz. Xolodilnikda saqlanganda. Ha, taqirda ovqat yesangiz ham, nima qilsangiz ham semirmaysiz, shuni turaverasiz. Qanaqa bu qobiliyat? Nima, qayerdan bu? Siri bormi? Bilmayman, har kun berganimdan bo'lsa kerak. Bo'pti, davay aka, sog' bo'l, gaplashamiz yana. Mana aktamni 18 yoshli bolani menga nima gapi bor ekan tag'in. Nima deysan? Nima bu yosh bola ko'ryapding? Yosh bola 18 yoshlisan, basharingni aytib turibdi. Nima xohlaysan? Men bola o'g'risi, bola o'g'rilari qatga qarayapti. Bu nima qilyapti meni efirimda? Gapir. Opashga qo'yib qilmay, soatingiz nechi pul? Mastana, soatingiz nechi pul? Ha, bo'pti, qara. Senga tekinga ham bo'ldi. 1 soatga masalan men sotib oladigan bo'lsang, qolgan 59 minutini nima qilasan? 1 minutini nima qilasan deng? 59 minut. 1 minutini nima qilishingni bilaman. 59 minutini nima qilasan? Sal savolni chappa berding. Voy, yomon cho'zilar ekansan-da. Ukajonim. Savolni chappa berdingiz gaplar. Ukajonim, aylanib ketdi, bo'ldi. Bolajon kanali tugaganiga 2 soat bo'lyapti. O'zing, yo'q, sening bilan tenglarim bor. 18 yoshli qizlar bo'lsa, o'zingni bilingni topib gaplash. Ha? $1000. $1000. Wow! $1000 pulingiz bormi? Kechirasiz, men sizga yomon muomala qilib qo'yibman. 18 yoshli bo'lsangiz ham menga po'xo'y. $1000 bormi? Voy! Voy, блядь! Офигеть! Basharingga qo'tag'im, $1000 ko'timni ham artmayman tualetga kirganimda. Oningizga. Borsikdi, boshim og'rib turibdi o'zi. Sen ertagingni eshitaman deb. Basharing. Opashga Bor, boshimni qotirmay, menga yigit kerak. Nafas olsa bo'ldi, po'xo'y chiqinglar. Nomeringlar yozinglar. Telefon qilaman, biladi. Faqat kamerani ochib, sizlardan oshno so'ramayapman. Kamerani ochsanglar, sizlarni men ham ko'rib turishim kerak-da. Kim bilan gaplashyapman, nima qilyapman, kim o'zi. Da, yigit topish marosimi ham tugadi. Endi nima qilamiz qolganiga?